Ha, tor. Farosati tor. Yigitcha turnaro, qariniki qaymoq. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov. Bu nima ahvol? To'g'ri, biz sizni ijodkor sifatida hurmat qilamiz, qo'shiqlaringizni suyib tinglaymiz, qalbimizdan joy olgan, lekin o'tgan davr mobaynida amaldor sifatida qalbimizdan joy topa olmadingiz. Chunki mana shu tizim aynan sizning davringizda kiradigan joyga kirib ketdi. Madaniyat sohasi insonlarni yaxshilikka emas, buzuqlikka, buzg'unchilikka targ'ib qiladigan bir yo'nalishga aylandi. Qanaqa iflosliklar, qanaqa buzuqchiliklar bo'ladigan bo'lsa, aynan sizning sohangiz orqali amalga oshirilyapti. Sahnalarga chiqib olib, insonlarga ming yillik bizning qadriyatlarimizni oyoq osti qilib, buzuqlikni, noodatiy qarashlarni targ'ib qilishyapti. Qani vallomat, O'zbek konsert davlat muassasasi. Nima uchun bular hech qanaqa chora ko'rmayapti? Nima uchun bularning litsenziyasini olib qo'ymayapti? To'g'ri, ijodkorga erkinlik berish kerak, lekin bu erkinlik millatning qadriyatlari hisobidan bo'lmasligi kerak. Bizning muqaddas ming yillar asosida shakllangan qadriyatlarimiz bor. Bugun aynan mana shular oyoq osti qilinyapti, lekin sizlar tomonidan hech qanday xatti-harakat, chora ko'rilmayapti. Bundan tashqari biz qayta va qayta murojaat qilyapmiz. Hattoki yozma, hattoki og'zaki murojaatlar yo'llab chiqdik. O'zbekiston hukumatiga, Oliy Majlisiga buzuqlik targ'ibotini qonun bilan taqiqlaylik deb tashabbuslar ilgari surdik. Lekin afsuski bu tashabbusimizni birorta qo'llab-quvvatlaydigan amaldor topilmayapti. Nima uchun biz bugun o'z milliy qadriyatlarimizni oyoq osti qilib qo'yishimiz kerak? Bu milliy qadriyatlarimiz bizni bugungi qadar millat bo'lib shakllanishimizda qanaqa hissasi bor edi? Nima uchun mana shuni sizlar inobatga olmayapsizlar? Nima uchun mutasaddi tashkilotlar buni o'z nazorati ostiga olmayapti? Ertaga bu jamiyat mana shunaqa davom etadigan bo'lsa, G'arbning chirigan, isqat, iflos, buzuq jamiyatidan farqi qolmaydi. Nima uchun jon kuydiryapman? Ba'zi bir ahmoqlar aytishi mumkin, mashhur bo'lish uchun bu gaplarni aytyapsan deb. Ey noinsof, mana shu jamiyatda mening avlodim shakllanadi. Sening avloding shakllanadi. Qanday mana shu jamiyat jarlikka, buzuqlikka qarab ketayotgan holatda men jim o'tirishim mumkin? Iltimos sizlardan mana shunaqalarni jamiyat bo'lib hammamiz yoppasiga boykot qilaylik, birlashaylik, qonun chiqarilishini talab qilaylik, butun xalq bo'lib. Bugun millatimizning sha'nini, qadriyatini asrab qolmas ekanmiz, ertaga bu millat parokandalikka yuz tutadi. Vatanni asraylik. Vatan omon bo'lsin.